Assalomu alaykum. Kanalimiz kuzatuvchilari, siz trigonometrik jadvalni yodlashda qiynalyapsizmi? 0 gradus, 30 gradus, 45 gradus, 60 gradus, 90 gradusni tez va oson topish yo'llarini o'rgatamiz va yodlash yo'llarini o'rgatamiz. Xo'sh, demak keting. Hammasiga taqsim 2, taqsim 2, taqsim 2, taqsim 2 va taqsim 2 yozamiz. Bunisiga ham xuddi shunday. Taqsim 2, taqsim 2, taqsim 2, taqsim 2 va taqsim 2. Xo'sh, bunisiga 0, 1, 2, 3, 4. Bunisiga 0, 1, 2, 3, 4. Teskarisiga yozib chiqamiz. Va bu yozgan sonlarimizdan ildiz olamiz. Ildizosda, 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 ildizosda va ildizosda. Bunisi ildizosda, 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 ildizosda va ildizosda. Xo'sh, va bizda shunday jadval hosil bo'lar ekan. Xo'sh, demak alfa, sinus alfa, kosinus alfa. 0 gradus, 30 gradus, 45 gradus, 60 gradus va 90 gradus. Xo'sh, demak 0 gradus ildizosda 0 taqsim 2, 0. Xo'sh, bunisi sinus 30 gradus 1 taqsim 2, 45 gradus ildizosda 2 taqsim 2, 60 gradus ildizosda 3 taqsim 2, 90 gradusda 4 dan ildiz chiqaradigan bo'lsak 2, 2 ni 2 ga bo'lib yoradigan bo'lsak 1 paydo bo'lar ekan. Demak, bunisi 4 dan ildiz chiqaradigan bo'lsak 2 chiqadi, 2 ni 2 ga bo'ladigan bo'lsak 1. Demak, keyingisi 30 gradusda ildizosda 3 taqsim 2. Bunisi 45 gradusda ildizosda 2 taqsim 2. 60 gradusda 1 taqsim 2. Va 90 gradusda 0 dan ildiz chiqaradigan bo'lsak 0, 2 ga bo'ladigan bo'lsak 0 hosil bo'lar ekan. Sizga xuddi shunaqangi misollarning oson yo'llarini o'rganmoqchi bo'lsangiz, bizning kanalimizga obuna bo'lib qo'ying.